Okala Samarqand gilam bilan Vodiy xalq xizmatiga va Abdulazizga obuna bo'lsani, shunimizni 350 mingga berib yuboramizmi? 350 mingga obunachilarga beraman. Kelganda tugab qoldi bo'lmaydimi? Xudo xohlasidagi yetarlicha. Tegi bor. 2,5 ga 3,5 razmer. 2,5 obunachilarga mana beramiz. ko'rsani bo'ladi. Holatlari zo'r. O'ta zo'r Samarqandniki. Mashina berib yuboramiz. Bundan tashqari mana holatdagi turibdi. Bu ham o'ta chiroyli holatda. Buni 1 millionga bera olasizmi? 1 million 100 mingga obunachilarga beramiz. 1 million 200 ming qo'ydik. Necha aka? 3,5 ga 5,5 so'rashdi-ku kommentlarda o'sha razmer. 3,5 ga 5,5 so'raganlarga qalinligi boshqasi ham o'ziga yarasha. Sizlar uchun 1 million 100 ga berib yuboramiz. Mana okalar ham hayron bo'lib turibdi. Sizlarga ham gilam beraylikmi aka? Mana gilam ko'rgan misol kelishibdi okalar ham. Xudo xohlasa u qayda aka? Suv xo'jaligida ekan qancha? 1 million 200 ming so'm. 1 million 200 ming so'mga berib yuboramiz. Nechaga necha? 6 ga 3,5 ligi bu Abdulaziz. 6 ga 3,5. Yangi dizayndagisi. Yo'q, aka uzunrog'i. Bor mana katta mehmon. Uzunrog'i kerak ekan. O'chinchi buni? Mana Abdulaziz. Voy. Buni qarani kattaligi. 7 metrligi bu Abdulaziz. Katta 7 metrlik zalligi. Buni ustida shaxmat o'ynasam bo'laverar ekan versiyasi. Puli qancha? 7 metrligini 1 million 300 mingga qo'yib beraman. Aksiya qilib. 1 million 300 ming 7 metrligini. Zo'r, nima deysiz? Aka 1 million 300 ga mana 7 metrlik gilam. Aksiyadan foydalanib ketamiz. Aksiyadan foydalanib o'kam ketamiz deb turibdilar. Mana bugun oylik chiqqan-a. Oylikni olibdilar, kiyibdilar. Xudo xohlasa biz o'z qaydamiz, manzilni tushuntiring. Xo'p, mana Jahon bozori, center, Jahon bozorida o'tganda, Peshobod bilan Peshobodda o'tganda, to'g'ri kirgizishadi mana Samarqand gilam do'koniga.